Savsavning boshqalarning ko'nglini o'ziga mayil qilish iqtidor ajoyib kuchli desam ishonamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsav Guandojingda Yuanshao bilan jang qilib, Yuanshaoni mag'lub qiladi. Keyindan Yuanshaoning zaminini tortib olib, uni o'rdasiga kirgan vaqtda shu o'rdada nurg'unlagan ma'lumotlarni ko'rdi. Bu ma'lumotlar Savsavning qo'l ostidagi nurg'un mushavirlar bilan Yuanshaoning qilishgan maxfiy xatlari. Bu vaqtda Savsavning o'g'li Savpi bu maktublarning hammasini o'qib, ichidagi odamlarni tepib, hammasini jazolaydi degan vaqtda Savsav buni bunday jazolamaymiz. Hamma vazir uzralarni bir şey yig'inglar deb yig'ib kelib, shu maktublarning hammasini ko'may turib, vazir uzralarning oldida ko'ydirib o'tdi. Undan keyin vazirlarga men sizlarga ishonaman. Bularning orasida sizlarning hech qanday uchuringlar yo'q. Sizlar menga sodiq bo'lsanglar, men sizlarni har vaqt qo'g'dayman ham halovatdan bahramon qilman degandan keyin vazirlarning hammasi buning ta'sirini ketib, Savsavga butun ummatga sodiq bo'lishga shu qalbida, ko'ngilda shunday niyat qildi. Demak, Savsavniki shu bir harakati bilan o'ziga nurg'unlagan ko'paytirishga tegishli dushmanlarni hammasini do'st qilib oladi, yordamchi qilib oladi. Agar sizin bu gaplarimga qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jahondorchilik oid, korxonchilik oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrimxonaga uchirtiling.